Mana shunaqa turganman-da men. Unda endi haligi faqat shorti bo'lgan, egnimda kiyim bo'lmagan, short ichida turganman mana shunaqa. Qadrli do'stlar, bunaqasi meni faoliyatimda bo'lmagan. Haqiqiy originali biz Oqtoshdamiz. Kichkina tabib aynan mana shu uyda olingan. Faqat darvoza bu tomonda bo'lgan ekan. Hozir kichkina tabib olingan uyga keldik, kichkina tabib o'zi bilan. Mana bu uylar o'zgarib ketgan. Yo'q edi, darvoza yo'q edi, kichkinagina darvoza edi. Mana shu yerda supa bo'lardi. Mana shu yerda. Mana shu yerda supa bo'lardi. Meni operatsiyamdan tomog'ini silab turib, qo'rqmang degan joyim. Mana shu yerda bo'lib, qo'shiq aytib ketdilar. Qo'rqmayman. Ashula aytmoqchimiz. Rahmatli Fatxulla aka masjidda shu yerda o'tiradi. Ota, qishlog'imizda hech qanaqa kasal yo'q deydigan joy mana shu yerda. Ota, qishlog'imizda bitta ham kasal odam qolmagan-ku. Xo'p, mana bunda kesaylik, Mahmud uzumzor bo'lgan. Aha. Mana shu yerda uzumga to'la bo'lgan. Va haligi kalavot mana shu yerda bo'lgan. Aha. Mashhur kalavot. Men o'sha yerda yotib, haligi Nigora kelib qoladi Toshkentdan. Nigora keldingmi? Nari qarab tur, ishtonimni kiyib olay degan kalavot mana mana. Nari qarab tur, ishtonimni kiyib olay. Mana o'sha karavot. Mana o'sha karavot mana shu. Qoyil. Olapar ana shu yerda boylangan edi. O'rgatilmagan kuchiga ana shu yerda boylangan edi. Men borib Olaparni yoniga ketyapmiz hozir. Men borib unga go'shtlar berib 3 kun 4 kun davomida o'zimga o'rgatganman. Olaparni. Olapar shu xonadonni kuchugi bo'lgan. Ha, shu xonadonni kuchugi bo'lgan. U o'rgatilgan kuchuk bo'lmagan. U endi mana daraxtlar tagida, nariroqda burchakda bo'lgan. Mana o'rtoqlar o'sha yerda bo'lgan ekan. Yur men bilan olapar. Bir o'zim qo'rqaman. Yur. Men qo'rqaman. Mahmudning o'rtada kichkinagina yo'lakcha bo'lgan-da. Haligi Teshvoy korporatsiya bilan shuhrataga kelib turib, haligi musobaqalar qilinadi-ku. Mana shu yerda. Ha, mana shu yerda bo'lgan. Doniyor Bekqut. Bu shartnomaga qo'l qo'ygan. Peshavoy Corporation bosh direktori bilan tushundingizmi? Do'l voqeasi. Do'l voqeasi u haqiqiy do'l bo'lmagan. Haligi oshga, ovqatga solinadigan no'xatni, 8 qop no'xatni rejissor yordamchilar bitta-bitta oqqa bo'yab o'tirishgan. Bitta. 8 qop no'xatni. Ana nimaga o'sha paytdagi filmlar zo'r bo'lgan, mehnat jonli bo'lgan. Keyin mana shu yerga kelib, kamerani orqasida rejissor yordamchilar va boshqa aktyorlar bilan birgalikda o'sha qopdan olib, biz ham turgan joyimizda oxirida do'l yog'adigan sahnasi bor. Soch turishgan hammaligi, har tomondan soch, tomlar ustiga chiqib soch turishgan. Shu xonadonning uy egalari, bolachalari kichkina tomga chiqib soch turishgan. Keyin oxirida Fatxulla Mas'udov rahmatli joylari jannatda bo'lsin. Aka, Teshvoy aka, sizni so'rab berishdi. Teshvoy aka? Sizni chaqiryapti. U paytda men bu uylar bo'lmagan, bu yerda oddiy setkani zabor bo'lgan. Mana bu darvozalar keyin tushgan ekan. Bu darvoza bo'lmagan, mana shu kichkina darvoza bo'lgan mana. Mana bu devorlar, mana shu yerlar. Haligi Munavvar opam chiqib turib, "Voy Teshvoy, o'lmaguray. Bu bolam qaqab ketdi-ya. Voy, bu ana qo'yib qolsa, shamollab qolsa-chi, yomg'ir yog'ib qolsa-chi" deb turib, mana shu yerda qarab turgan joylar mana shu yerda bo'lgan. Teshavoy qurmaguray, kallavaram, bolam qaqab ketdi. Qalay, originali bo'ldimi? Dilshodbek Kattabek, rahmat aka. Sog' bo'linglar.